Assalomu alaykum. Darsimizni boshlaymiz. Bu darsda xakerlarning turlari haqida ko'ramiz. Xo'sh, men bu yerda bitta rasmni misol keltirganman. Bu yerda 3 xil xaker, ya'ni shapkali xakerlar misol keltirilgan. Bu yerda qora shapkali xaker. Qora shapkali xakerlarning ishi noqonuniy va bular tizimlarni buzishadi. Oq shapkali xakerlar bular tizimlarni pentesting, ya'ni qora shapkali xakerlar ishlatadigan toollardan foydalanib tizimlarni tekshirib, zaifliklarni hisobot berib, zaif joylarni yopadilar. Bular oq shapkali xakerlarning barcha ishlari qonuniy. Endi esa grey hat, ya'ni kul rang shapkali xakerlar bular qora va oq shapkali xakerlarning o'rtasidagi gibrid variant. Bular tizimlarni ruxsatsiz tekshirishadi, lekin bularning qilgan ishlari noqonuniy. Lekin grey, ya'ni kul rang shapkali xakerlar buzish uchun emas, zaifliklarni qidirish uchun test qiladi. Ammo bularning ishlari qonundan emas, noqonuniy. Biz ushbu kursda axloqiy xakerlik, ya'ni oq xakerlikni o'rganamiz.